Assalomu alaykum she'riyat, g'azal, haq shaydolari. Bugun men sizlarga ikki olam aftobi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlab yozilgan ikki olam gavhari deb nomlangan g'azalimni o'qib beraman. Bu g'azal payg'ambarimizga atalganligi uchun hamda g'azalning boshlanishida payg'ambarimizning muborak nomlari kelganligi uchun avval salom va salovat yo'llaymiz. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum ya Habibilloh. Assalomu alaykum ya Habibilloh. Assalomu alaykum ya Nabiyulloh. Assalomu alaykum ya Nabiyulloh. Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin va ala ali seyyidina Muhammad. İkki olam gavhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed, siz erursiz olam ko'rki ham go'zali. Ya Muhammed, siz erursiz olam ko'rki ham go'zali. Ruhi poki saf yaralgan davri zamoni eng azali. Bino bo'lmay ko'kna dunyo paydo bo'lgan nur muruvvat. Oxir zamon payg'ambari borliq olam shoh sarvari. Bino bo'lmay ko'kna dunyo paydo bo'lgan nur muruvvat. Oxir zamon payg'ambari borliq olam shoh sarvari. Islom nuri tong ayladi qabih zulmat bad qalblarni. Quyosh bo'lib shariatga yog'di solgan dil anvari. Maskaningiz kabi yurur haq taralar ilmi ziyo. Ko'zga surtar to'tiyodir Kabatullo bayt marmari. Ma'rifatning payg'ambari, muhabbatning jilovdari. Ma'rifatning payg'ambari, muhabbatning jilovdari. Uvaysidir sizga ummat nasib etgay suv kavsari. Uvaysidir sizga ummat nasib etgay suv kavsari. Dünya barki, hayot barki, barchasiga rahnamosiz. Dünya barki, hayot barki, barchasiga rahnamosiz. Ikki olam zib-bizagi nur taratuvchi gavhari. Ikki olam zib-bizagi nur taratuvchi gavhari. Vasilani sizga so'rab ummatingiz qilar duo. Vasilani sizga so'rab ummatingiz qilar duo. Haq o'zi Habibim degan yerdagi do'st biri bor. Haq o'zi Habibim degan yerdagi do'st biri bor. Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin ve ala ali seyyidina Muhammad. Amin.